Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistonda 23 yanvarda 2 kishida koronavirusi bayqalganligi e'lon qilingan edi. Xitoy doiralari bu sonning 4 fevralda 32 ga chiqqanligini bildirdi. Atalmış Uyg'ur Abdunum Rayonluq Sahiya Komitetining bildirishicha, 4 fevral kechgacha jami 32 kishida bu xil o'pka yallig'i virusi bayqalgan. Shuning bilan birga Urumchidagi oliy maktablarda dars to'xtatilgan. Yana bir tarafdan Kanadaning Alberta o'lkasidagi Uyg'urlar va tibbiy mutaxassislar maxsus yig'in o'tkazib, bu yangi tipli virusning yig'ilish lagerlaridagi Uyg'urlarga yo'qsa, zo'r falokatga sabab bo'ladiganligini ta'kidladi. Yakshanba kuni Kalgari shahrida o'tkazilgan yig'inga qatnashgan doktorlar va faoliyatchilar Xitoy jazo lagerlarida tibbiy aslahalarning kamligini, bu sababdan virusga qarshi hech qanday mudofaasi yo'qligini aytdi. On 14 yildan buyon Shvetsariyada yashayotgan Fatgul Xoliq va Muhammad Amin Sharqiy Turkistonda Xitoyning ziyonkashligiga uchirgan 3 farzandi haqida guvohlik berdi. Bolalari bilan 5 yildan buyon aloqa qilinmayotganligini bildirgan Fatgul Xoliq, cho'ng qizi Oyshaning o'zi bilan telefonda aloqalashganligi sababli chet elga bog'langan unsur degan jinoyat ortib 3 yillik kesilganligini aytdi. U yana Salohiddin va Ruqiya ismli 2 farzandidan va navrlardan xabar olinmayotganligini bildirdi. Fatgul xonimning deyishicha, ular Xitoy turmasida shahid qilingan Kerem Abduvelining tuqqani bo'lganligi uchun Sharqiy Turkistondagi oilasi Xitoy tarafidan qora tizimlikka kirgizilgan bo'lib, davomli nazorat va ta'qib ostida turdi ekan. Xitoyda tarqalgan vaboda virus bilan yuqumlangan kishi soni 24551 ga, nazorat ostida turayotganlarning sonining 185555 ga yetganligi bildirildi. Xitoy Davlat Sahiya Komiteti e'lon qilgan uchurlarga asoslanganda, yangi tipli koronavirusi sababli o'lganlar soni Xitoyda 493, Hong Kongda 1 nafar bo'lib, jami 494 ga yetgan. 3219 kishining ahvoli xatarlik bo'lib, kasal soni 24551 ga yetgan. Xitoydan boshqa Hong Kongda yuqumlangan kasallarning soni 18 ga, Makaoda 10 ga yetgan. Virus manbasi bo'lgan Wuhan'da doktorxonalarda kasal karvati yetishmaganligi uchun bir tantarbiya sariya va bir ko'rgazma markazini o'z ichiga olgan nurg'un joy doktorxonalarga aylantirilgan. Yana bir tarafdan amaliy o'lgan va yuqumlangan kishi sonining Xitoy e'lon qilgan sondan xeyli ko'p ekanligi ilgari surilmoqda. Eronda Amerikaga josuslik qilish bilan ayblangan Amir Rahimpur haqidagi o'lim jazosi qarori Oliy sud tarafidan tasdiqlandi. Eron taftish organining bayonotchisi G'ulom Husayn Ismoili poytaxti Tehronda o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Amerika Markaziy axborot idorasiga josuslik qilish va Eronning yadro faoliyatlari haqida Amerika istixborotiga ma'lumot berish bilan ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan Amir Rahimpur haqidagi qaror Oliy sud tarafidan tasdiqlandi dedi. U yana insonparvarlik yordami organida xizmat qiladigan 2 kishining Amerikaga josuslik qilish bilan ayblanib, 15 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'lon qildi. Bu yillik Aziz George mukofotini Misr prezidenti Abdul Fattah al-Sisiga bergan Germaniya, Sisi ustidan kelgan norozilik sadolari sababli mukofotni qaytarib olganligini e'lon qildi. Misrda siyosiy o'zgarish orqali hokimiyat beshiga kelgan Sisi bu mukofotni o'tgan hafta Semper operasining boshlig'i Freinning qo'lidan topshirib olgan bo'lib, bu sababli nurg'un san'atchi madaniyat markazining faoliyatiga qatnashmaydiganligini e'lon qilgan edi. Bir qism cho'lponlar va siyosiyonlarmi bu qarorga norozilik bildirdi. Bu noroziliklarga qarta bayonot e'lon qilgan Semper teatr xonasi Sisiga bergan mukofotni qaytarib oladiganligini bildirdi.